G'ijimdin aka, sizni yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum yangajonim. Aka, siz telefon qilib chalmayapti ekan, shunga aytib qo'yaymi? G'ijimdin akangiz bilan gaplashayotganingizni? Aytib qo'yaymi? Aytmang, iltimos, hamma ishlaringizni qilaman. Bo'yi bachamga qarang degdingizmi? Qo'ching. Chinnigul, Ha. idishlarni bir chinday qilib yuvib bering. Ha? Men Aliyaga qarashim kerak. Xo'p. Chinnigul, Aliyaga qarab turing. Men o'zgan telefon o'ynamoqchiman. Yaxshi ko'rmayman, o'ylay. Chinnigul, Ha. kiyimlarni dazmol qilib taxlab qo'ying. Men charchadim, o'zgan dam olaman. O'sha oshirordingiz yangacha. Akangiz telefon qilgandilar. Xo'p. Taxlab qo'yarsiz, a? Chinnigul, Ha, yangacha. Ya nima bo'ldi? Janizni pampers qolmabdi. Pampers olib kelib bering. Pul bering-ku. Voy, akangiz pul tashlab ketmagandilar-da. Olish kerak edi-da. Yangacha, jiyanchamga qarang, protein zo'r sifatli pampers olib keldim. Rahmat, bering bo'lsam. Bo'ldimi, qutildimmi? Ha, yangacha. Obedga sushi zakaz qilsangiz maza qilib yermadik. Pulim yo'q meni. Akangizga aytsammikan? Aytsangiz aytavering, men qo'rqayotgan joyim yo'q. Erga tegaman, qutulaman sizdan ham.